Salom alaykum. Mana bugun Xudo xolos 18-mart o'tgan 10-12-13-dagi so'g'ladan keyin Toshkent viloyatida shaftolilarning holatini ko'rib turibsizlar. Mana bitta ko'rsatash deyarli meva qolmadi. Ayrimlarida agar qolmagan bo'lsa, hozir buni ham tekshiramiz. Mana bunda qisman bor, ya'ni kech gullagan, ya'ni guli hali to'liq ochilmagan gullar sovuq urmadi. Endi mana bunday holat bor. Mana to'liq sovuq urib ketib bo'lgan buni holati. To'liq sovuq ketdi. Endi biza nima qilishimiz kerak? Bu holatda vaziyatga qarab moslashamiz. Shaftoli daraxtini bilasizlar, 1 yoshlikdan chiqqan shoxlarda meva qiladi. Shuning uchun mana bu daraxtni kesib bo'lingan edi. Endi bu yerga qaytadan kirishimiz kerak. Ya'ni bu tavsiya qanaqa bo'ladi? Butun hamma uchun to'liq standart tavsiya bo'ladiki, ya'ni qaysi ma'noda shaftoli daraxtlarini kim kesib qo'ygan bo'lsa, xuddi mana shu usulda qaytadan kirishiga to'g'ri keladi. Tashab qo'yish bu noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni o'sha sovuqdan keyingi chiqargan videomda ham bilsanglar agar mana bu holatda mana shu holatlariga to'liq kasal tushadi. Ya'ni barg bujmayishi, psidomonas, har xil bakterial kasalliklar tushadi. Shuning uchun hosildan, ya'ni sovuqdan keyin albatta dori sepishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun biz bularni kesamiz, ya'ni dori sepamiz va endi kesamiz. Endi qarang, e'tibor beramiz. Mana bunda deyarli gul kurtay yo'q. Mana deyarli gul kurtay yo'q, qaraysizlar. Mana agar endi ochilayotgan mana bunday holat mana. Bo'lasiz, agar endi ochilayotgan bo'lsa, ruxsat shu yerdan qaytarib kesishga. Chunki bitta meva bo'lsa, mana bitta mana bunday meva bo'lishi mumkin. Hozir bitta ko'ramiz. Yo'q, sovuq urib ketgan. Buni ochamiz. Hozir jarayonni tushuntirib olman sizlarga, nima qilinish, qaror qabul qilish jarayonini tushuntirib olman. Mana bitta bor meva. Xo'p, bunda yo'q. Bitta meva bor ekan. Ikkita meva bor ekan mana. Xo'p, bo'ldi. Demak, ikkita meva bor ekan. Agar ikkita mevamiz o'rta hisobda rozi bo'lamiz, mayli kichkina 150 grammdan hisoblanganda 300 gramm meva shu yerda qolyapti. Shuning uchun biz shuni qisman qaytarib kesishimiz ruxsat. Agar ikkita mana buni holatni ko'rsatamiz, mana davrak mana buni ko'rsatamiz, mana bitta ikkita mevamiz bor. Demak, shu yerdan qaytarib kesishimizga ruxsat. Chunki mevani olib qolishimiz kerak. Mana shu yerda nimadir urib chiqadi, xudo xolasa mana shu qismidan daraxtni. Bu yil mevasini mana shu ikkita mevadan foydalanib olamizda, keyin bu yerda olib tashlaymiz, keyingiga yaxshi fond bo'ladi. Ya'ni bu yerda mana urib chiqyapti, buni olamiz. Xuddi shu usulda mana bu yerda meva yo'q deyarli. Buni olamiz mana. Bitta turib chiqadi. Mana bu yoqda ikkita 3ta mana. Ikkita 3ta meva bor, bu yerdan olamiz. Xo'p, bu yerda mana ko'ramiz. Mana bu yerda mana bu qismidan olishimiz mumkin. Agar past tomondan urib chiqsa, yana qoldiramiz. Ya'ni olib qo'yishimiz mumkin. Mana bu yerdan bitta buni urdik. Mana bu bitta shox urib chiqadi. Keyingi yil uchun zaxira bular. Mana bu yoqda umuman meva yo'q. Ikkita kurta qoldirib buni uramiz. Agar umuman mevasiz, xuddi shunaqa sovuq urgan shox gul kurtaylar bo'ladigan bo'lsa, ikkita kurta qoldirib kesib tashlaymiz. Mana bu yoqdan xuddi shunaqa, mana buni ham ko'rsatamiz. Ikkita gul kurta turibdi. Ya'ni shox deymiz endi. Olamiz. Buni olamiz. Bu endi shu shaftolilar 4 litrlik usuli. Buni kesamiz. Buni olamiz. Mana bu yerda buni kesdik, buni olamiz. Ikkita. Bu yerda hech narsa yo'q, mana ko'ramiz. Ikkita gul kurta. Ikkita kurta. Mana bunga qo'yamiz. Buni olamiz. Mana hech narsa qolmayapti mana holat. Mana bu qisman qoldiramiz. Mana bu ikkita qoldirdik, mana. Bu yoqda mana bunga qoldiramiz. Buni qoldirdik, buni olamiz. Buni kesdik. Hop, buni olamiz. Buni kesdik. Bu yoqda mana umuman hech narsa yo'q. Qoldirib qo'yamiz. Mana bu yerda bitta ikkita taxminan 3 tacha mevasi bor ekan, buni oldik. Bu yerda deyarli hech narsa yo'q. Bu yetgan joygacha kesadi, qolgan tugatib qo'yishadi. Oldik. Tak bu yoqda mana hech narsa yo'q, olamiz. Hech narsa yo'q. Kurta qolib kesamiz, buni ham kesdik. Tak bu yerda bitta meva bor ekan, qoldirib turamiz mana. Buni ham olamiz. Buni kesdik. Hammasini olib chiqishimiz mumkin bo'ladi deb. Demak, mantiq tushuntiraman, ya'ni xuddi shunaqa qaytaryapman. Xuddi shunaqa shox gul kurtay bo'lgan, lekin gullarni sovuq urib ketgan.
qaytarib kesyapmiz. Ikkita kurtak qoldirib yoki gul kurtakka qaytarib mana. Bunday gul kurtak past tomon deyarli yo'q. Ikkita gul kurtak qoldirib, qayerdan gul kurtak qolgan bo'lsa, o'sha qismidan kesishimiz mumkin. Ya'ni ikkita qoida bilan ishlaymiz. Mevasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, kurtakka qaytarib kesamiz. Agar mevasi qattiq qolgan bo'lsa, o'sha yerdan qaytarib kesishimiz mumkin, mevasini olib olish uchun. Endi bu daraxtda qisman masalan o'zimiz mo'ljalga yeta olmasak ham har holda deylik 10 kilo mo'ljallagan bo'lsak, deylik 4 kilo bordir, 3 kilo bordir, balki 5 kilo bordir. Qolgani Allohga bergani. Esingizda bo'lsin, albatta bizaga birinchi o'rinda daraxt saqlab qolish. Esimizda bo'lsin, daraxtni saqlab qolish sababi daraxt bizaga 15-20 yil xizmat qiladi. Xoh shaftoli bo'lsin, xoh boshqa meva turib bo'lsin, farqi yo'q. Kurtak qaytarib kesdik va bunga qarshi yana biz yil davomida Xudo xolib o'z insholarimizni berib boramiz. Rahmat, sog' bo'linglar.